Assalomu alaykum aziz do'stlar. Umid qilaman hammalaring jo'r, sihatmand bo'lsalaring. Do'stlar, ko'ryapsizlaring. Keyin mana shu buzilgan uylarda mana shu yerga mukammal siz bizni o'zbak inag'alarimiz, ag'aylarimiz zindalik qiluvchi edi. Fe'lan Pokistonga holat xarob bo'ldi muhojirlar uchun. Shuning uchun mardim mukammal ko'chib ketdi. Shu yog'och edi, sariyasi bor edi, yakbar godari bor evlarga olib ketdi. Sirf devorlar qolgan. Mana shu yerga boshqa mukammal chizik olib ketdi. Bir nesaki olib ketdi, bo'g'ich edi, ular bilasiga olib ketdi. Boshqa qolganlar shu qoldi degan mana bulaklar. Hali ham shu bulaklar danasi 6 rupiya, 5 rupiya sotilyapti. Mana sotib jotib shuga. Mana ko'ryapsizlar, mana shular hammasi kibar. Shu mardim zindalik qildi. Taqriban bir 50 uy bor edi bega. 50 uydan sirf hali 2 ta uy qolgan, boshqa hammasi qafqosdan ketib qoldi. Endi 2 ta uy, bir meni uyim qolgan, bir ta shuga dega hamsoyamda uy qolgan. Biz ham shu qariblarga inshaalloh Xudo barobar qilsa xayr ketamiz. Mana atiba ko'ryapsizlar, mana masjidda. Bu masjid Jumaxonlar masjidi edi. Began bir kam 3 million kallar xarj bo'lgan edi shu masjidga. Uncha vaqt ham bo'lmay ziyod bo'lgan bo'lsa bega avvalda bir 3 yil bo'ladi, undan ziyod bo'lgan yo'q. Bu yerdan mukammal ketdi. Hali 4-5 uy qolgan bo'lsa tag'in hammasi ketdi. Va masjidga har kim xarjlagan bo'lsa Xudovan uni badlasini oxiratga beradi. Chunki masjidga biz ketgandan so'ng bega musulmonlar zindalik qilib Pokistonga ular kelib namoz o'qiydi, shu jo'rlagan mardimga, paysa qashlagan mardimga, zamat qilgan mardimga zamati zoya bo'lmaydi. Xudovan oxiratga uni badlasini zarur beradi. Bir 50 uy berdi edi. Tepagan bir 100 uy bor edi. Mukammal ketdi. Endi shu 150 qarib 200 uydan ko'p qolgan bo'lsa 4-5 uy qolgan, boshqa hammasi ketdi mukammal. Baxayr, biz ham endi bir necha vaqtlarga so'ng shayad biz ham jo'nasak. Xudovan baxayr bizni ham yetkazsin o'z vatanimizga. Nega andivalarda uyi bor edi. Bir 4 uy andivalarda uyi edi bega. Bular ham ketdi. Tunang bular ketdi. Bular meni o'zimda hamsoyam edi, andivalar edi. Bular ham tunang ketdi. Hali meni bir o'zimda uyim qolgan. Boshqa mukammal holi bega. Hali vayronlik qanday jamon ko'rinadi, obodlik qancha yaxshi. Shular mukammal obodlik edi hali avval. Hali kibar vayron bo'lib qoldi. Mana chuqur ko'ryapsizlar, bir tanki edi bega, suv zaxira bo'lguncha edi. Hali buni shu ovuzini kibar sindirib, ichida sariyalar berdi, mardim sindirib olib ketdi. Mana mana shu riqshaval hamsoyamiz qolgan. Bir men qoldim. Boshqa mukammal hamma ketdi dega. Do'stlar, duo qilinglar, biz ham baxayr nasib bo'lsa, Xudovan jon jo'rlik bo'lsa baxayr biz ham asta boramiz. Zaxira hali ichiga bulak, to'rpa to'lib qolibdi. Mana shu bulaklarda danasini biz 16 rupiyadan 20 rupiyadan sotib olgan edik. Hali bugun 5 rupiya olib jotibdi. Qishlar kibar 15 rupiyaga 12 rupiya edi hali. Qishlarda kibar danasi 5 rupiya yaxshi. Xarobisi kamzori kibar 4 rupiya shundan sotilyapti. Hala bu qishloq kibar жаңадан obod bo'lgan edi. Bir 4 yil bo'lib edi. Shu ko'p mardim shuga 3 yil zindalik qildi, 2 yil zindalik qildi, obodlik qilgandan so'ng bir tane fikr ham kelmoqchi edi, bunday holat keladi odamning ustiga, biz ko'chib ketamiz deb. Shunday mardim bor edi bega. 20 lak masraf qilgan edi. Mana shu uyga hech masraf qilgan bo'lmasa 20 lak kaldar masraf qilgan edi. Baqayda chamani jo'rlangan edi. Mana shu maydon chuquriki bor, bu suvli joy, havuzli joy edi. Mana qishlar turibdi. Mana qara chamanlari giti bor.
Bu girdlar chamani edi. Aynaga ko'r zabardast xarcha qiqqan edi. Shuni egasi 1 yil zindonlik qildi, 1 yil. Ha nasib tishi degan. Xudovand u badlasini u o'z mulkiga bersin. Xudovand o'ga uni orzusini pura qilsin. Nasibda shuncha ekan bechora bilan mojida holati xarob bo'lganchanda hammadan damin ketdi. Qibul yaxshi ish qildi, cho'plar issiqlar edi, issiq edi. Yani biz ko'p mojidlar shuga qolgan, bular ham shu yaxti vajasidan qolgan, shu yaxlar baxay xalos bo'lsa deb xalos bo'lsa undan so'ng ketamiz deb to'xtagan. Ko'p mardum bo'lganki bir avlim topilgan yo'q. Bir ro'zg'or, bir karobar sistem barobar bo'lgan yo'q. Bu uchun to'xtagan. Hali ham mojidlar bor. Endi siz bizni o'zbagimiz, turkmanlarimiz ular ketdi. Shu pashto zabon afg'onlarimiz ularki bor. Hali ham xiyla bor. Ular turgan. Ular mana shu zamiston qarab turib, zamiston o'tsa ular ham ketadi. Xudo hafizlaring do'stlar. Duoga yatinglar.